Assalomu alaykum aziz do'stlar, Asilbek O'rozboyev kanaliga xush kelibsiz. Bu kanalda siz TikTok, Instagram, Telegram va telefon uchun layfhaklarni o'rganamiz. Bugungi layfhakimiz TikTokda prosmotr, podpishchilarni ko'paytirish. Qani ketdik. Buning uchun bizga TikPost degan ilova kerak bo'ladi. Ilova ichiga kirib olamiz. Agar kimda yo'q bo'lsa, o'rnatib olishni tavsiya qilaman. Keyin bu yerda boshda kirganingizda registratsiya, ya'ni akkauntingizni kirishingiz kerak bo'ladi va kirganim uchun to'g'ri kirdi. Bu yerda balans degan joyi bor. Buni ko'paytirish kerak. Buning uchun Poplanet degan joyni bosamiz. Bu yerda pulga coin sotib olsa ham bo'ladi. Bu coinlarni bepul ham sotib olsa bo'ladi. Bu coinlarni yig'ib turib zakaz qilsangiz bo'ladi. Bu yerda free coin degan joy bor. Keyin watch degan joyni bosib o'sha yerdan video ko'rib coinlarni yig'ib olsangiz bo'ladi. Keyin sizda zakaz joyini bosamiz. Bu yerda balansingizni to'ldirasiz. Bu yerda yozib qo'yadi, mana zakaz 20 coin deb yozib qo'ygan bo'ladi. Shu coinlarni yig'ib olganingizdan so'ng bu yerda like. Siz buni TikTokka qanday joylashtiraman deb o'ylashingiz mumkin. Videodagi silkani olib, shu yerga yozsangiz, bu yerda 10 ta like yig'ib beradi. Agar podpishchi ko'paytirmoqchi bo'lsangiz, bu yerda 60 coin shu silkangiz bor-ku, TikTokdagi, o'sha silkasini olib shu yerga yozasiz. Bu yerda prosmotr, bu ham videoniki. Keyin kommentariya, bu yerdagi ham videodagi silkani olib joylashtirishingiz kerak bo'ladi. Bu yerdagi zakazlar juda ishonchli. Men ham shu orqali TikTokda biroz obunachi yig'ganman. Agar sizga bugungi videomiz yoqqan bo'lsa, like va podpiska bosish esdan chiqmasin.